Bu yerda ko'rib turgan mahsulotlarni hammasi metallolomga topshiriladigan tovarlar emas, 53 zil kabi katta turdagi yuk mashinalarining ehtiyot qismlari hisoblanadi. Ko'rib turgan zapchastlaringiz barchasi zil 53 kabi katta turdagi yuk mashinalariga ishlatiladigan zapchastlar. Bemalol Promzona bozoriga kelishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu ortimda ko'rib turgan do'konlaringizni ijaraga beramiz. Mana shunday zil zapchast sotadigan tadbirkorlarimizga ijaraga beramiz. Ko'ryapsiz, do'konlarimiz ideal holatda, remontdan chiqqan, tashqi ichki qismlari elektr quvvati keltirilgan, 24 soat ishlaydi inshaalloh. Undan tashqari tovarlaringizni xavfsiz saqlashga ham qo'riqlash xizmatimiz bepul taqdim etiladi. Bemalol tovarlaringizni bu yerga topshirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqangi qulaylikka ega bo'lgan savdo do'konlarini aniq aytaman, Namangan shahridan topa olmaysiz. Hozirni o'zida ijaraga olishga shoshiling, chunki ertaga kech qolsangiz bu do'konlarimizdan qurib qolasiz. Chunki bunday do'konlarimiz soni bizda juda ham oz qolgan. Ko'rayotganingizdek, mana bunday turdagi tadbirkorlarimiz ijaraga olib bo'lishgan. Murojaat uchun telefon raqamlarini aytib o'taman. 90 kodi bilan 599 99 33, 97 kodi bilan 212 3000 telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Zapchast bozorimizni manzilini eslatib o'taman. Namangan shahar shimoliy aylanma yo'li. Bu qism o'ng tarafimiz Go'zal Daxasdan kelish, bu tarafdan esa Oromgoh Daxasdan kelish. Mo'ljal chuqur gaz zapravka eski 26-sonlik mehribonlik uyining ro'parasidagi mana shu yo'ldan tushishda joylashgan. Bemalol kelishingiz mumkin.